kundagi eng global savollar, muammolarni ko'rib chiqamiz. Faqatgina ayollar emas, erkaklar ham bunda ishtirok etadi. Ayollarda hozirgi kunda nima ko'p? Eridan norozilik ko'p-ku. Darhol bunaqa holatda erkagingizni qo'lidan ushlab, endokrinologga olib borib, bitta check-up qildirib olish kerak. Nimaga? Chunki bu erkak sizga hali anchaga kerak. Hammaga o'xshab men ham bilmayman. Nimaga ayollarda hozirgi kunda bepushtlik ko'p? Uyiga tushsak, ovulyatsiya bo'lyapti. Lekin homiladorlik yo'q. Nimaga? Soat 10 da uxlash kerak. Lekin hozirgi kundagi ayollarni ayni muammosi Ishi yo'q, umuman ishi yo'q, lekin uxlamaydi. Uxla. Bugun to'yga boramiz. Bormayman, nima qilaman. Unaqa uyda yotaman, zaxshirlayman deydi. Birinchi patsientingiz o'zim bo'lsam kerak bu suhbatdan keyin. Bu tasdiqlangan fanda ham. Va menga shu narsa kerak bo'ldi, значит, xuddi mendagi boshqa insonlarga ham kerak. Assalomu alaykum. Bugun biz siz uchun navbatdagi juda ham foydali va manfaatli bo'ladigan podkastimiz yangicha formatda, umuman kutilmagan, ammo xalq orasida sizni qiynayotgan savollarga javob bo'ladigan yangi foydali podkastimizni boshlashni niyat qildik. Va ushbu podkastda bugun men yolg'iz emasman. Chunki sizni qiynayotgan savollarga nafaqat men, balki mutaxassis sifatida javob beradigan bizani yangi ekspertimiz borlar. Ekspertimiz Zulxumor Salahiddinova, ginekolog hamda endokrinolog. Bugungi suhbatimizga yo'damasdan kelganingiz uchun sizga avvalo rahmatimni aytaman. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Rahmat. Men ham juda ham xursand bo'ldim. Chunki sizni oldindan kuzatganman. Juda ham sizni yaxshi ko'rardim. Rahmat. Bugun yanada yaqinroq tanishamiz. Bir-birimizga energiyamiz yaqin bo'lib, mana shu yerda uchrashar ekanmiz. Meni ismim Azizova Zulxumor Salahiddinova. 10 yildan beri endokrinolog, ginekolog shifokor sifatida faoliyat yuritib kelaman. Va nafaqat katta insonlar, ya'ni yoshi katta insonlar, balkim o'smir qizlarda ham endokrinolog, ginekolog sifatida ishlab kelaman. Ko'p shug'ullanadigan narsalarim shu ayollarda uchraydigan endokrin ginekologik muammolar. Hozirgi kunda, bugun suhbatimizda hozirgi kundagi eng global savollar, muammolarni ko'rib chiqamiz. Ulardan biri semizlik, bitta vesda qotib qolishlik, bepushtlik, ayollardagi har xil ginekologik kasalliklar va kayfiyati o'zgarib turishi. Shu va shu kabi savollar haqida bugun suhbat olib boramiz. Men psixologik tomondan olib boradigan bo'lsam, albatta siz uni meditsina, tibbiy sohadan mutaxassis sifatida o'zim fikrimni bildirib qoldiraman. Albatta. Hozirgi kunda men o'zim psixologiya sohasida 3 yildan beri shug'ullanayotgan bo'lsam, xuddi ekspert sifatida tushunib turibman, faqatgina psixologik tomonidan buni insonlardagi muammolardan olib chiqib ketish, to'liq olib chiqib ketish imkonsiz. Chunki shunaqa holatlar bo'ldi, o'zim ham tibbiyotga murojaat qilishga majbur bo'ldim va u yerdagi ilmlar, u yerdagi yechimlarni ko'rib, o'zim prosta mashalloh dedim. Va menga shu narsa kerak bo'ldi, значит, xuddi mendagi boshqa insonlarga ham kerak. Birinchi savolni beradigan bo'lsam, nimaga ayollarda hozirgi kunda bepushtlik ko'p? Bepushtlikni asosiy sabablari nima? Balkim psixologik tomondan tashqari hozirgi ekologiyami yoki tashqi muhit ta'sirimi? Nima deb o'ylaysiz? Juda ham zo'r savol, menimcha. Hamma tinglovchilarga ham qiziq bo'lsa kerak. Oldinlari bepushtlik kam bo'lgan, ya'ni muammolarimizda nimaga bepushtlik kam bo'lgan? Oldin birinchidan to'g'ri ekologiya, ikkinchidan kam harakatli. Hozir hamma narsa oson, yaqin, bizda ko'p o'tirib ishlaymiz, ko'p hamma narsalar kompyuter. Ko'p ratsionimizda ko'pincha shirinliklar ko'payib ketgan. Oldin to'yda yoki bu tug'ilgan kunda ichilgan shirin napitkalar. Hozir hamma yoqda bor. Xohlagan paytda dasturni necha marta ichsangiz bo'ladi. Bu birinchi navbatda bu ovqatlanish, ya'ni noto'g'ri ovqatlanish. Keyingisi nima deydi? 12 dan keyin hayot boshlanishi deydimi?
Hamma ishlab keladi qorni ochib yaxshi ovqat yegisi keladi, ko'chaga aylanishga chiqadi. Soat 10 dan keyin uxlamaslik. Ya'ni kech uxlash. Asosan organizmni tiklab, homiladorlikka harakat qiladigan soat bu o'sha 10 dan 2 gacha. Shu paytda biza televizor ko'rib yurgan bo'lamiz yoki biron bir ishlar bilan shug'ullanamiz. Ayniqsa o'zini sohasida ishlaydigan, o'qiydigan qizlar asosan bolalarini uxlatib, shu kechki payt qilasiz. Mana o'zingiz ham qiladigan ishlaringizni hammasini kechki payt ko'proq qiladi. Bu holatda men nima deyman? Albatta buni olib tashlay olmaysiz, lekin uxlab ertalab voqli 4 da turib shu ishlarni qilsa ko'proq natijaga erishsa bo'ladi. Birinchi sababi uyqu. Ikkinchi sababi noto'g'ri ovqatlanish. Uchinchi sababi ko'pincha mana shu ishlatayotgan va iste'mol qilayotgan narsalarimiz ichida bizaga organizmimizga ziyon bo'lgan moddalar ko'p bo'lishi. Misol uchun plastik moddalar. Bular ham bizda hamma joyda plastik. Mikrovolnovkani ishlatamiz. Bu ham organizmga zarar. Bundan tashqari shishalar kam ishlatamiz. Mo'yshiy sredstvalar deydi, nima tozalovchi vositalar. Otini aytmaymiz, kuchli, hidli, o'tkir hidli, yaxshi ketqizadigan hamma tozalash vositalarida ham organizmimizga zarar bo'lgan, ya'ni kimyoviy moddasini aytmayman, chunki sizlarga baribir u qiziq emas. Tushunarsiz. O'sha moddalar organizmda chiqib ketmas ekan, biz hillaganimizga, ya'ni nafas olganimizda organizmga kirib, jigar orqali chiqib ketishi kerak. Lekin hozirgi zamonda noto'g'ri ovqatlanish, hammaning organizmida jigar yaxshi emas, ya'ni o't qopida dimlanish bor. Shu hisobiga bizda shu moddalar organizmda og'ir metall bo'lib qolar ekan. Qolgandan keyin organizm o'zi qolmaydi hech narsa. U estrogenlarga aylanib olar ekan, ya'ni jenskiy gormon. Estrogen ko'payib ketgan ayollarda nima bo'ladi? Birinchi navbatda endometrioz. Ya'ni endometriya qavatini boshqa joylarda joylashib qolishi. Ko'plar bilishadi, hayz juda ham og'riqli keladi. Endometrioidni kistalar bor deyshadi. Tuxumdonda shokoladni kista deyiladi. Bundan tashqari truba yopilib qolishi mumkin. O'sha imенно endometrioz hisobiga qorin bo'shlig'ida turli xil chandiqlar bo'lishi mumkin. Bu ham hamma organlarni joyini o'zgartirib yuboradi. Truba joyida emas, tuxumdon boshqa yoqda, truba boshqa joyda bo'lib qoladi. Bunda o'ziga tushsak ovulyatsiya bo'lyapti, lekin homiladorlik yo'q. Nimaga? Chunki spayka bor. Undan tashqari organizmda misol uchun trubani o'tkazuvchanligi ham yopilib qolgan bo'lsa ham, misol uchun homilador bo'lmaydi. Ming gormonlarni tekshirdingiz, dorilar, ming xil batlikchoz bo'lmayapsiz. O'shaning uchun trubani tekshirtirib qo'yish kerak. Bundan tashqari qalqonsimon bez gormonlarini ham albatta tekshirish kerak. Bu bizning regionga mos. Imенно shu holatlarda ham bizda homiladorlik kuzatilmaydi. Chunki qalqonsimon bez gormonlari buzilganda prolaktin oshadi. Prolaktin hammaga ma'lum. Prolaktin oshgandan keyin inson semirib ketadi, ovulyatsiyasi bo'lmaydi. Ko'pincha follikulyar kista eshitgan bo'lsak, kista bo'lib qolaveradi. Ovulyatsiya bo'lmabdi, follikulyar kista bo'libdi. Bularning asl sababi qalqonsimon bez bo'lishi mumkin. Faqatgina ayollar emas, erkaklar ham bunda ishtirok etadi. O'shaning uchun xotin baravar lecheniya olishini men tavsiya qilgan bo'lardim. Demak, bu joyda men psixologiya tomonida aytadigan bo'lsam, qachon ayol homilador bo'la olmaydi, qachonki u tashqi muhit aytmayman, tashqi muhit ta'siri, insonlarning ta'siri, конечно, bunda psixolog yordam beradi. Bu siz. Ayol kishi birinchi kelganda so'raymanda, mana shu erkakni kichkina variantlari bo'lishini xohlaysizmi? Keyin qanaqa bo'ladi? Shunaqa xarakter, shunaqa ko'rinish, shunaqa misol uchun yomon xislatli yoki yaxshi xislatli. Ayollarda hozirgi kunda nima ko'p? Eridan norozilik ko'p-ku. Ya'ni ishlamaydi, pul topmaydi, u qiladi, bu qiladi, ishimga aralashadi. Xullas, hammani o'ziga yarasha anaqasi bor. Eri bilan muammolari bor. Va mana shu sizga yoqadigan yoki rozi bo'ladigan, norozi bo'ladigan erkakni kichkina kopiyalari bo'lishini xohlaysizmi? Tasavvur qiling, mana shu erkakdan 4 ta 5 ta bor. U ayol ko'rinishda yoki erkak ko'rinishida. O'tirib o'ylab ko'radi. Birinchi o'shani o'ylash kerak. Agar rozi bo'ladigan bo'lsangiz, o'shanda sizda homiladorlik paydo bo'ladi. Ya'ni u erkakga nisbatan otsenkangiz
yo'qolishni boshlagan. Ikkinchi o'rinda qabul qilish kerakda, to'g'ri? ha, ikkinchi o'rinda bu erkakga nisbatan hayot ko'rib ketishga qanchalik ishonchingiz bor. Bir xillarda misol uchun turmush quradi, erta qaynana aralashadi, keyin tashqi atmosfera ta'sir qiladi va Eng katta sabab stress. keyin o'ylaydi bu. Ya'ni yashab keta olmaymanmi erkak bilan. So'rog'icha ostida qoladi hayoti. Ko'zi yetmaydi ko'pincha. Pul topa olaydimi, bolani boqa olaydimi, mani erta tashlab ketmaydimi, xiyonat qilmaydimi, ya'ni hayotim bo'ladimi degan o'sha joyda butkul ishonch bo'lmagan joyda erga nisbatan uni anaqani ushlab qolish qiyin bo'ladi. Lekin homilador bo'lishni ham xohlaydi. U joydachi mana bunaqa narsa bo'ladida. Imенно shu erkakdan homilador bo'lishni xohlamaydi u. Prosta farzand bo'lishini xohlaydi, lekin o'zi bilmaydiki, o'zi u inson bilan qolishni xohlamaydi. Yo'q. Qolishi Ko'zi yetmaydi. Ko'zi ishonch yo'q. U homilador bo'lishni xohlaydi, lekin aynan shu erkakdan Aqli bilan homilador bo'lishni xohlaydi, ichki hissiyotlari bilan istalgan odamda. O'sha yerda bu yerda baribir halol nikoh bor-ku, nikohi nima deydi, yaratib qo'ygan zot baribir qaroriga qarab turadi. Sani nikohing bor, halol bo'lishi kerak. Значит, o'sha yerda toki siz niyatingiz to'g'ri bo'lmagunigacha homilador bo'lib ketish qiyin bo'ladi. Masalan, bir xilla keladida, hozir sizdan ham so'ramoqchiman shu narsani. Erkagimni jinsiy xohishi menga nisbatan kamaygan deyshadi. Keyin men shu yerda so'rayman, o'zingizdachi? O'zingizda qanaqa erkagingizga nisbatan? Yo'q, menda kuchli deb aytishadi. Menda bor. Balkim erkagingiz emas, umuman jinsiy munosabatga nisbatan xohishingiz kuchlidir. Shunaqa bo'ladi. O'tirib o'ylaydida, erkagini o'tdagi munosabatini gapiradi. Undoqlar, unaqalar deydida. Keyin ko'rdingizmi, siz aynan erkagingizni xohlamayapsiz. Siz umuman jinsiy munosabat xohlayapsiz. O'shani evaziga erkagingizga nisbatan xohishingiz kamayganligini ko'rsatib beryapti deyman. Tushundingizmi? Endi buni meditsina tomonidan tushuntirib bersak, nimaga yillar o'tib erkaklarda ila ayollarda shu munosabatga nisbatan xohish kamayish paydo bo'ladi. Birinchidan to'g'ri, gormonlarni o'zini soati bor, o'zini pik nuqtasi bo'ladi. Ya'ni ayollarda 35 gacha, misol uchun 25 yoshdan 35 yoshgacha eng pik nuqtalari deyiladi. O'sha paytda gormonlar zo'r ishlagan, homilador bo'lishga tayyor. 40 yoshda ham bor shunaqa ayollar. Bu gormonlarning eng aktiv payti bo'ladi. Erkaklarda ham shunaqa payt bo'ladi. Oldinlar aytishardi, 60 yoshgacha erkaklarda bo'ladi deb. Hozirgi kunga kelib noto'g'ri turmush tarzi. Erkaklar bilan logistik bo'lib ishlashadi, kech payt uxlamaydi yoki o'zi hamma ishi yo'q, umuman ishi yo'q, lekin uxlamaydi. Shu insonlarda insulin oshadi. Prolaktin oshadi. Faqat ayollarda oshmaydi prolaktin. Bu erkaklarda ham oshadi. Sut bezini gormoni hisoblanadi-ku. Erkaklar o'ylashi mumkin, qanaqa? O'sha oshganda immunni testosteronni ishlab chiqarishi, jinsiy munosabatga bo'lgan xohishlarni ishlab chiqarish uchun testosteron kerak. Prolaktin gormoni shuni tushirib yuboradi. Shundan keyin jinsiy munosabat sekinlashadi, xohish kamayadi. Undan tashqari vazn ortadi. Vazn ortgan insonlarda ko'pincha xohish kamayishni boshlaydi. Dangisi bo'lib qoladi. Gormonlari ham qo'pol qilib aytganda, sahrga moyillik ko'payadi. Ko'pincha qorni bor, vesi og'ir erkaklarda yashirin sahr bo'lib yuradi. Ikkinchi tip, ko'p tekshirishmaydi. Shu paytda o'sha jinsiy hayot sekinlashayotganini bilish mumkin. O'shaning uchun darhol bunaqa holatda erkagingizni qo'lidan ushlab, endokrinologga borib, bitta check-up qildirib olish kerak. Chunki bu erkak sizga hali anchaga kerak. Chunki u farzandlaringizni hali uzatishingizda, butun yoningizda qalqoningiz bo'lishi kerak. Qaramayapti, semirib ketdi deb bunaqa deyish kerak emas. Albatta uni analizlarini tekshirtirib, qarab qilsa, yana oldingi holatda jinsiy munosabatlar ham yaxshi bo'lib ketadi. Ya'ni ko'pincha endokrinologik muammolar bo'ladi. Insulin resistentli bo'lishi mumkin, qalqonsimon bez bo'lishi mumkin. Faqat ayollarda bu qoq kasalligi yo'q. Bitta joyda yashaganimizdan keyin erkaklarda ham bu muammo bo'ladi.
Demak, baribir biza baribir endokrinologga borishimiz kerak. конечно Har o'shaning qanaqa muammoda. o'shaning uchun ko'pincha yonimga kelgan bepushtlik bilan murojaat qilganlarni xo'jayinni ham kelsin birga davolaymiz deymiz. No albatta andrologga ham jo'natamiz, urologga. No endokrinologik muammolarni o'zim ko'rib beraman. Tushunarli. Hozir vazn oshish haqida aytdingiz. Mana shu temani keling o'rtaga olamiz, chunki ko'p ayol qizlarning muammosi bu. Nimaga va hozirgi kunda hamma narsa oson bo'lib ketgan zamonda yashayapmiz, lekin ozish qiyin. Chunki ozish qiyinmi yoki o'shalarni qilish qiyinmi? Dietalarni Qilish qiyin. qilish qiyin. Chunki osonlikka o'rganib qolganmiz. Telefon bizani ko'proq chalg'itadi. Birinchisi kam harakatli. O'sha semizlikning asl sababi kam harakatli. Yoshga ham bog'liq. 30 yoshdan oshgandan keyin ayol va erkaklarda bizada metabolizm degan narsa bor. Ya'ni metabolizm o'zi nima? Tashqi muhitdan oziq-ovqatlar bilan tushgan energiya manbaini organizmda qabul qilinishi. Katabolizm nima? O'sha organizmdan chiqib ketishi. Shu metabolizmni bizada sekinlashib qolishi. Bu narsada bizada organizmda o'sha qorin atrofida, ko'krakda, son atroflarida yog'larning to'planishi, semirishga olib keladi. Buni sababi misol uchun faqatgina kam harakatli emas, plus qalqonsimon bez gormonlari, ya'ni endokrinologik sabablari bo'ladi. Gipotireoz holati bo'ladi ko'pincha. O'sha qalqonsimon bez gormoni yetishmaydi. Bunaqa insonlar ovqat yemasa ham, umuman hech narsa yemagan, lekin vesi oshib ketyapti. Jahli chiqib ketadi, keyin yeb qo'yadi. Umuman qornim ochmaydi, hech narsa yemayman, lekin soatiga semirayotganga o'xshayman. Havoda ham semiradi. Havoda semiryapman. Xalqda gap bor. Mana shuni o'zim boshimdan o'tkazganman. Turkiyaga borganimda unaqa ko'p ovqat yemaganmiz, lekin juda ham ko'p piyoda yurganmiz, peshkom yurganmiz. Toshkentga kelsam bir 6 kilomni semirib kelganman. Balkim o'tda havodan deb o'ylamayman. Prosta klimat o'zgargandan keyin bizda gormonlar birinchi oshadigan gormon prolaktin. Prolaktin oshib ketgan. Prolaktin oshgan, o'shanda uyqungiz kech bo'lgan. Siz kechki payt sayrga chiqqansiz, 10 dan keyin chiqqansiz. Hech narsa yemasangiz ham bitta paxlava yegansiz choy bilan. To'g'ri. O'shaning uchun bu gormonlar buzilgan. O'sha paytda shunaqa bo'lgan. O'shaning uchun ko'p klimat o'zgarib, perelyod bo'lgan, chiqib kelganlarda hayz buzilib qoladi, bilsangiz. Hazm o'tib ketdi, buzilib ketdi. O'sha bilan havodan semirmaydi inson. O'sha anaqa nima deydi? Klimat o'zgarib, vaqt soati o'zgarib qoladi gormonlarni. O'sha hisobiga siz uyqungiz o'zgargandan keyin soatingiz ham o'zgarib qoladi. Shuning uchun gormonlar buzilib ketadi. Sal ma'lum muddatda semirishingiz mumkin. Bu birinchisi o'sha uyqungizga ham bog'liq. Shuni orasida aytib ketdim, конечно, uyquga ham bog'liq. Men nima deyin, volshebniy qanaqadir dori iching, bu hammasi vaqtinchalik. Faqat jigaringizga zarar. Yana qayta o'sha holatga kelib olasiz. O'shaning uchun bekorga hamma uxla bilib olgani shu vrachlarni deyshadi. Buni to'g'rilamasdan ozib bo'lmaydi. Ming zo'r vrachga boring, uyquni to'g'rilamasangiz, men aytaman patsientlarga tasbeh desak, tasbehni ichidagi ipi bu bizning uyquyimiz deyman. Undagi har bitta dumaloq busilari bor-ku, bular bizning gormonlarimiz deydi. Prolaktin, TTG, progesteron, hamma gormonlarimiz shunga yig'ilgan. Agar biz uxlamasak, bitta uzilgandek bo'ladi, hamma yoqqa sachrab ketadi. Vrach qiyin, qaysinisini to'g'rilashni bilmaydi. Uni to'g'irlaymi, buni to'g'irlaymi? O'shaning uchun birinchi navbatda ichidagi stерженini biz baquvvatini qilishimiz kerak. Bu bizda birinchidan nimaga yordam beradi? Kamroq dori yozishimizga. Chunki juda ham ko'p shikoyati bo'ladi uxlamagan insonni. Depressiyada bo'ladi. Shirinlik ko'p xohlaydi, semirishni boshlaydi. Juda ham jahldor bo'lib qoladi. Kayfiyatsiz bo'lib qoladi. Tomi ketishni boshlaydi deydi-yu. Kun tunni ajrata olmay qoladi.
nimaga bu hayotga keldim, g'alati nima qilib yuribman o'zi, g'alati savollar bo'ladi. Chunki prolaktin oshadi-ku. Prolaktin bizada nima? Dopamin degan gormon bor. Gormon radost, xursandchilik, ya'ni bitta kichkina kofe ichsangiz ham aytasizlar psixolog, o'zingizni xursand qiling, o'zingiz yaxshi ko'rgan kofeni olib iching. Xo'p, olganmiz, lekin Instagramda ko'rsatyapti, xo'jayinim mashina olib berdi. O'shalar ayollarning ko'pi faqat Instagram uchun, lekin ichida shu xursandchiligi kam. Ya'ni dopamini kam. Dopamini bor inson hech qachon kamroq ko'rsatadi, menimcha. O'zi xursand bo'ldi, nimaga birovlar ko'rishi kerak? To'ppa-to'g'ri. Mana shu joyda men gormonlar haqida gapirganingizda qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Biz qancha depressiya, stress bilan ishlaymiz, lekin biz tashqi tarafdan ta'sir o'tkazganimiz bilan uni gormonni to'g'rilamasa, ya'ni ikki tarafdan bo'lmasa, u qiyin ekan. Misol, men doim minnatdor holatda bo'ling deyapman va biz minnatdorchilik yozdiryapmiz. Yozing, shukronalik yozing, u qiling, bu qiling deyapmiz. Ich-ichidan bu narsa chiqib kelmasa, u prosta miyani aldab o'tirishda. Qanaqa minnatdorchilik, hayzim kelmayapti deydi. Qanaqa minnatdorchilik, semirib ketyapman. Buni natijasida ayol kishida yana anaqa ham bo'ladida, stressga tushib qoladi. Qanaqa, misol uchun biz aytyapmiz, rozi bo'lish kerak, qabul qilish kerak deyapmiz. U mana shu hayotini qabul qilyaptimi? Qizig'i qolmayapti hech narsani. Dopamin yetishmayapti-da. Mana shunda men tushundimki, meditsina babi kerak. Ya'ni jipslashmasa odamni depressiya, stressdan olib chiqib ketish qiyin. Bir butun bo'lib ishlatsa, конечно, yordam. Biz ham misol uchun soatlab ko'ra olmaymiz. Biz psixolog emasmiz-da, uni har bitta holatidan olib chiqib ketishga, конечно, sizlar keraksizlar. Biz shunda skeletini to'g'rilab berishimiz kerak. Albatta shu dopamin yetishmasligi bizda hozir eng katta muammolardan biri. Chunki hamma stresslarning sababi shu dopamin. Dopamin bu prolaktindan. Prolaktin nimaga oshadi? Bu uyqudan. Boshqa sabablari bor. Qalqonsimon bez gormonlari, bosh miyada mikroadenoma bo'lsa, imенно prolaktin ishlab chiqaradigan opxil bo'ladi. Ularda ham bo'ladi. Lekin shuni biz ajratib olishimiz uchun men uxlagin deyman. Uxlab tursa bizda shunda qo'lingizga shunda ko'rinib qoladi. Nimasini to'g'rilashimiz kerak? Uxlamasa buzilib ketadi. Homilador ham bo'la olmaydi. Depressiyaga ham tushishni boshlaydi. Keyin dorilaringizni ham tashab qo'yadi. Eri bilan ham urushadi. Nima holatini bilmaydi, men ham qiynalib ketaman. Patsient o'zi ham qiynalib ketadi. O'shaning uchun birinchi navbatda albatta uyqu. Uyqu bizani как organizmni tiklovchi. Oldin paytlarda chiroq bo'lmagan, chiroq 9 da o'chirishgan, shamda, ertalab vaqtli turishgan. Uxlashgan majbur bo'lishgan. O'shaning uchun spetsialniy uyqu bu bizani yoshartiruvchi gormonimiz hisoblanadi. Uyqu bo'lgan paytda bizda melatonin ishlab chiqaradi. Melatonin bepushtlik bo'yicha aytib o'tmoqchiman. Orada endi aytib ketyapman. Melatonin yetishmagan ayollarda tayyor bo'lgan urug' bor-ku, anaqa embrion matkaga tushganda matkaga yopisha olmaydi. Ya'ni implantatsiya joylashib olishi bo'lmaydi. Shuning uchun hayzi kelib qolaveradi. Bu oy aloqa qilinglar, homilador bo'lasizlar, mana ovulyatsiya bo'ldi, boring. Lekin farzand bo'lmaydi. Bularning hammasi ko'pincha gormonlarni, melatonin gormoni yetishmasligidan bo'ladi. Ko'p narsa uyquga borib taqalar ekanda. Uxlasangiz endokrinolog ham kerak emas o'zi. Kam murojaat qilasiz, to'g'ri? Bir ikkita vitaminlarni to'g'rilab osonroq bo'ladi-da. Gormon yozilmaydi, qo'rqishadi. Endokrinologga borsam gormon yozadi. Gormonlarni to'g'ri berilsa, hech qachon semirmaydi. Prosta kam harakat bo'lgani uchun organizmda qisman vaqtincha achok bo'ladi-da. Shu organizmdan chiqib ketmaganligi uchun biza kimdandir aybdor qilishni juda ham yaxshi ko'ramiz hayotda. O'zingiz bilasiz. Nima deydi shuni psixologiyada? Aybdor qidirish. Ano'gin bordim, gormon yozdi, semirib ketdi. U gormon bechora jonivor bir oydan keyin chiqib ketgan qondan. Lekin o'sha ozgincha muddatda ishtahasi ochilib ketgan paytda, ko'p yeb qo'ygan, nafsini tiymagan, uyqusini to'g'rilamagan paytda aybdor o'sha vrach bo'ladi. O'shaning uchun aybdor vrach yo'q. Albatta inson har doim aytasizlar, o'zini o'zi aybdor qilib, o'zini mas'uliyat qo'liga olish kerak.
Albatta hamma narsa birinchi o'rinda Allohdan. Biza sababini qilib qo'yishimiz kerak. Bizada ham misol uchun oldimizga kelganda u psixologga borgan, bu psixologga borgan bo'ladi. Nu shu yerda men doim aytamanki, o'sha psixologlar sizni mangajon pishirib bergan, ya'ni tayyorlab bergan. Siz tayyor ovqat bo'lasiz meni oldimda. Xuddi shunaqa sizda ham shuda. Ayollar o'zi ozayotganda yoki o'sha homiladorlikka tayyorlanayotganda umuman olganda o'zini sog'lig'ini joyiga qo'yish uchun ko'proq baribir biz aptekalarga, dori-darmonlarga murojaat qilamiz. Mana shu joyda nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak deb birinchi navbatda kamroq dori ko'proq tekshiruv qilishdan ayash kerak emas pulini. Chunki qancha ko'p tekshiruv qilsa, kamroq dori yoziladi deb o'ylayman. Chunki men bunga bu dori degandan ko'ra oldin yaxshilab tekshirib olib, kerak narsalarga dori ichishni tavsiya qilaman. Chunki nimaga ichayotganini bilish kerak. Hali ham o'zi gaplashib o'tirdik podkastda. Albatta nima ichayotganingizni bilasizmi deb so'radim. O'shanga o'xshab. Hammaga o'xshab men ham bilmayman dedi. Unga yaqin vitamin ichaman, lekin nima ichyapman? Даже men bugun qarayapman, dopaminni oshirish uchun, pохудение uchun deb yozilgan ekanda, anaqa ustiga bugun qaradim, lekin uni ham nima doriligini bilmadim. Mana shu paytda ham bitta maslahat, nima ichayotganingizni bilib ichsangiz, chunki mana sikl davomida ayollar anaqasi o'zgaradi. Bilasizmi? Настроенияsi o'zgaradi. Bormayman, u vrachga foydasi yo'q deydi. Lekin siz nimaga ichayotganingizni ichib, bilib ichsangiz, voy bu ozishimga ekan, voy buni ichmasam sahr bo'lib qolar ekanman, bu meni uyqumga ekan, bu meni chiroyli qilar ekan, yaxshi taraflarini bilib ichsa, inson yugurib borib ichadi, uni dori deb hisoblamaydi. Vaqtida ichadi. Agar mana shuncha qilib chiq ochib 6 tasini og'ziga solsa, конечно, oshqozon ham buziladi. Bu paytda nimaga ichayotganini bilmasa, 1 oydan ko'p icha olmaysiz. Уже 1 oy ichishga tayyor bo'lib turasiz, keyin tashlab yuborasiz, yana boshqa vrachga borasiz, u vrach yana shu dorini yozib beradi. Keyin siz aytasiz, hammasi bilmaydi, foydasi bo'lmayapti deysiz. O'shaning uchun birinchi navbatda siz nimaga lecheniya olyapsiz, nimaga ichyapsiz, shuni bilib olsa, keyingi vrachga borganda juda ham oson bo'ladi. Men mamnaqalarim bor. Ayniqsa hali tushuntirib aytib sizga bepushtlik deganda aytdim men. Ko'p uchar sharlar deb o'ylayman. O'shani qo'lingizga qattiq ushlab olinglar deyman. Men patsientlarim bo'lsa ko'rishayotgan aytishadi. Nimaga deydi? Chunki homiladorlik, bepushtlikni davolashda juda ham ko'p narsa o'zini qo'liga oladi. Misol uchun bitta turbani rentgen qildik, chiqib ketdi, o'chirib yuborish mumkin emas. Keyin bitta endokrinologga bordik, buqog'i yaxshi ekan bo'ldi. Yo'q, yotini 1 oy ichida qolib ketdi. Mumkin emas. O'shaning uchun hamma narsalarni baravar uchar-shari qattiq ushlash kerak. O'shandagina biz aniq bir tochkaga yetib boramiz. Chala qilib, unga bordingiz, qolib ketdi, bunga bordingiz, qolib ketsa, har doim yengitdan boshlanadi. Keyin siz buni qilgingiz kelmaydi. Jonga tegdingiz, boshidan yana shu narsalarni deysiz. Siz qilib kelgan bo'lsangiz, vrachga oson bo'ladi. Xo'sh, buni qilsam, demay ma'lum qolibdi. Bo'ldi. Hammasini tashlab yubordim desangiz, yana boshqatdan o'sha analizni topshirasiz, keyin aytasiz, jonga tegdi, faqat analiz topshiramiz deydi. Da, yana bir xil dori, bir xil vaqt. Chunki bu yerda vrachlar aybdor emas. Patsientlar ham aybdor emas. Prosta bizga shunaqa tushuntirish kerak-da ularga. Shu o'zingizlarni sog'lig'ingizga o'zingizlar mas'uliyatli bo'linglar. Nima ichayotganinglarni, nimaga ichayotganinglarni bilib ichsanglar oson bo'ladi. O'shanda vrachdan vrachga o'tish unaqa o'tib ketmaydi. Sochi bittasi maqtasa unga bunga bormaydi. O'zimni vrachim yaxshi deydi. Bilgan dorimni ichyapman. U ham borsam shuni yozadi. Undan ko'ra keyingi etapi nima ekan deb harakat qiladi. Zo'r. O'zim uchun qiziq. Balki bu auditoriya uchun ham qiziq. Nimaga ayollar, bir xil ayollarni tepasi ozadi, ozg'in bo'ladi, pastini beldan pastki qismini ozdirish qiyin.
u qaysi gormonlar yetishmovchiligida yoki nima sababdan bunaqa semirish bo'ladi? Bir xillarni tepasi ozib semirib ketadi. Bir xillarni boya aytganingizdek qorni faqat semiradi, qo'l oyog'i ozg'in bo'ladi deysiz. Demak, semirishi sabablariga nimalarga e'tibor berish kerak deyapsiz-da. Har xil semirish bor. Demak, hamma bir xil semirmaydi. Shuning uchun ham men aytib o'tirmoqchiman, hammaga bir xil diyeta ta'sir qilmaydi. Chunki semirishni har xil turlari bor. Birinchi turi, misol uchun, noksimon semirish. Ya'ni estrogen semirish deyiladi. Bunaqa holatlarda ayollarda birinchi navbatda estrogen miqdori, jenskiy gormonni oshib ketishi. Bu bir tarafdan yaxshi. Misol uchun, chiroyli bo'ladi, ko'zasi yaltirlaydi, ajin bo'lmaydi. Ikkinchi tarafdan o'sma kasalliklarga moyilligi oshadi bunaqa ayollarda. Plus yog' to'planishi ko'p bo'ladi. Ya'ni pastki sohada. Yuqori qismida kam, qorindan pastki sohalarda o'sha imini noksimon semiradi. Bunaqa insonlarga estrogenni chiqarib yuborish bilan yordam beriladi. Ya'ni jigar detoks bilan shug'ullansa, ortiqcha estrogenlar, kerak emas estrogenlarni chiqarib yuborish kerak. Keyingisi kortizol semirish. Bu stress orqali semirish hisoblanadi. Bunaqa insonlarda qo'l oyog'i ingichka bo'lib qoladi, tanani tepa qismi semiradi. Ya'ni erkaklarga o'xshab yelkalari chiqib semiradi. Bunaqa insonlarga uyquni birinchi tavsiya qilaman. Ya'ni vaqtida uxlasa, hammasida uxlash kerak, lekin bular ko'proq uxlash kerak. Uxlaganda bizda kortizol, stress gormon tushadi. Imенно stress bilan o'sha nima stressga olib kelayotgan bo'lsa, atrofdagi insonlarmi, psixolog bilan ishlashni tavsiya qilaman va albatta stressini kamaytiradigan preparatlarni nevropatolog bilan, endokrinolog bilan sabablarini aniqlab, shu bilan ishlasak, o'shandagina qo'shimcha sport, qo'shimcha diyeta yordam berish mumkin. Bo'lmasa foydasi bo'lmaydi. 1000 qadam yurasizmi, hamma narsa qilsangiz ham foydasi bo'lmaydi. Yana bitta uchinchi semirish, bu bir xilda semirish. Ya'ni tana baravar ishadi. Yuzi ham ishadi. Butun badasi to'rtburchak deydi-ku, to'rtburchak bo'lib semirdim, oyog'im ham semirib. Bu ko'proq suv yig'ilishi organizmda, ko'proq halqonsimon bez, gipotireoz holatida bo'ladi. Gipotireoz bo'lganda baravar semiradi. Bunaqa insonlarni ozdirish juda oson bo'ladi, chunki suvda achoq. Dorisini bersangiz birpasda pisaytib ozib qoladi. O'shaning uchun albatta sog'lom turmush tarzi, o'sha vrachingiz aytgan diyetalar va semirish turini aniqlab olib, unga agar targetni deydimi, yo'nalish bilan, maqsadli yo'nalish bilan davolasa, zo'r natijaga erishish mumkin. Bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Hozir shu holatlarda vazn boshida tashlab qo'yishadi-da, keyin vazn to'xtab qoladi. Hali so'radingiz, shunaqa bo'ladi bir xillarda deb. Buni ham aytib o'tmoqchiman. Boshida organizm birdaniga yaxshi yeb yurgan odam stressga birdan diyeta boshlasa, organizm stressga tushishni boshlaydi, birdaniga ozishni boshlaydi. O'shanda birinchi bo'lib suv ketadi, ikkinchi bo'lib mushaklar kamayishni boshlaydi va yengil yog'lar parchalanadi. Inson juda ham xursand bo'ladi. Ya'ni 5 kilo tashlab oladi. Keyin oxirgi 3 kilosini tashlay olmaydi. Nimaga? Chunki organizm bir xillikdaga o'rganib qoladi. Metabolizm, ovqat hazm qilishi ham sekinlashib qoladi. Bunaqa paytda men nima tavsiya qilaman? Birinchi navbatda diyeta точный qilyapsizmi? Ya'ni bilish kerak. Aldayotgan bo'lsa, конечно, yordam bermaydi. Lekin qilyapti, 10,000 qadam yuryapti, dietasini qilyapti, ovqat yemayapti, lekin ozmayapti. Bunda organizm himoya qavat paytiga o'tadi. Ya'ni hozir bu yana yemaydi, deydi-da, yog' to'plashni boshlaydi. O'shanda men nima maslahat beraman? Albatta vrachingiz bilan maslahatlashishingizni va immunni ozishga yaxshi yordam beradigan organizm stressga tushirish kerak. Ya'ni haftada bir oyda bir buzish kerak diyetani. Maza qilib yeyish kerakmi? Bitta yeb olish kerak. O'shanda organizm birdan uyg'onadi, keyin yana metabolizm ishga tushadi. Bu degani har doim emas. Shuncha qilib misol uchun albatta vrachingiz bilan maslahatlashishingiz kerak buning uchun, lekin shunaqa bo'ladi. Keyin sport turini almashtirish kerak. Ya'ni faqat hajba qilayotgan bo'lsangiz, boshqa sport turiga o'zgartirishingiz kerak. Albatta uyquni to'g'irlashimiz kerak, keyin stressni ham kamaytirishimiz kerak. Soat 10 da uxlash kerak. Lekin hozirgi kundagi ayollarni ayni muammosi uxlolmaslik, uyqu kelmasligi. Buni qanaqa yo'qotish mumkin? Buni yo'qotish uchun organizmda
miyada yoqish kerak 8da уже. Man Uxlayman uxlashim bu soatda. kerak, uxlashim kerak. Bolalarim deydi yuraveradi. Man aytaman, siz 8:30 bo'ldimi deyman, bularni vannaga olib kirib, yoqish kerak o'sha tochkani, dominantani. Pijamalarni kiyg'izib qo'ying deyman. 9dan aylanib 11da uxlab bo'ladi o'sha bolangiz deyman. O'sha 9da уже bilish kerak. Mana hozir onam namozlarini o'qib chiqqanlar yoki nima ish bo'lsa ham qilib, hozir kiyintiryaptilar mani, demak biz uxlaymiz. Inson birinchidan shu imенно uyqu keladigan paytda o'tkazib yuborish kerak emas. Bir keladi, bilasizmi, 9larda sal uyqusi kelib qoladi. O'sha paytda yostiqni quchoqlab olib uxlashga harakat qilish kerak. Qayerda bo'lsa ham uxlab olish kerak, o'sha paytda o'tkazib yuborish kerak emas. Lekin doimiy stressda insonlar, uxlolmaydigan insonlarga, конечно, bu gap ta'sir qilmaydi. Chunki yillab mani eshitayotganlar bo'lishi mumkin. Uxlolmaydi, dori bilan uxlaydi. Конечно, bunda biza ham psixolog bilan, ham endokrinologik davo qilsagina yordam beradi. Ko'pincha ularda prolaktin balon bo'ladi. Prolaktinni tushirishga preparatlar beramiz. O'shandagina uyqusi yaxshi bo'ladi. Zo'r. Demak, hamma muammoni bitta uyqu bilan pakajda biza hal qilib tursa bo'ladi. Misol uchun hammani ham endokrinologga, psixologga borishga puli bo'lmasligi mumkin. Hammani sharoiti har xil. Конечно, uyquni to'g'rilab, sog'lom ovqatlansak, shikoyat ham bo'lmaydi. Hayz vaqtida, lekin 1 yilda 1 marta ayol kishi baribir check-up qilib turish kerak. Chunki shunaqa kasalliklar bor, simptomsiz o'tadi. Men sog'lom turmush tarzi qilganingiz bilan bachadon bo'yni raki bor. Men shuni aytib o'taman. Buni bilmagan 5 yil ichida ginekologga chiqmasangiz bo'lib qolishingiz mumkin. Endi siz uxlayapsiz, zo'r yuribsiz, kayfiyatingiz zo'r, gapdan gapga xursandsiz, chet elmi chet el, bats deb bitta onkologiya bo'lib qoladi. Ko'p mana shu zo'r rivojlanayotgan ayollarda ko'p shunaqa uchraydi, chunki u har doim dopaminda, ish ko'p, vaqti yo'q, keyin hayot bitta joyda to'xtab qoladi keyin. Problema bittaga o'tish boshlaydi, chunki sog'liq. O'shaning uchun 1 yilda 1 marta albatta ginekolog, endokrinologdan o'tib qo'yish kerak, chunki bessimptomni o'tadigan kasalliklar ko'p. Misol uchun ko'krak saratoni ham 1 yilda 1 marta mammologga borishni men tavsiya qilaman, chunki menga kelgan patsientlarni har doim birinchi navbatda polniy tekshiramiz. Qalqonsimon bezidan tortib, ko'krak sut bezlari va matkasi va albatta jigarlar. O'shanda ko'p ayollarimizda hozir 2tadan bitta, 3tadan bitta ayollarda ko'krak bezida o'sma kasalliklar, kistalar aniqlanyapti. O'shaning uchun bularni oldini faqat uxlab yurar ekanmiz deb o'ylamanglar. Albatta vrachga borish kerak, vrachchi ishi osonlashadi. Tezroq natijaga erishamiz. Uxlasa. Misol uchun aytishadi, endokrinologga bordim, dori yozib berdi, foydasi bo'lmayapti. Chunki siz foyda bo'ladigan ishlarni qilmayapsiz. Odam o'zidan kasallik qilayotgan bo'ladi. O'shaning uchun. Nega ba'zida ayollarda nastroyeniya, kayfiyat buzilib qolish bo'ladi? Nima gormon yetishmaydi ularga? Hayotdan so'nib qoladi, ishtiyoqi yo'qolib qoladi, qiziqish yo'qoladi. Misol uchun bir xillarda o'lish xohlab qoladi. Bunda juda ham ko'p narsalar. Birinchi navbatda feritin, ya'ni temir moddasi yetishmagan bo'lishi mumkin. Bunaqa ayollar o'zi gormonal buzilish hisobiga ko'p qon yo'qotadi, menstruatsiyasi ko'p yo'qotadi. Keyin железо yetishmagandan keyin temir yetishmagandan keyin butun gormonlar buzilib ketadi. U ayol holsiz, xafa bo'lib qoladi. Keyin energiyasi yo'q. Bugun to'yga boramiz, bormayman, nima qilaman, undan ko'ra uyda yotaman, maza shirinlik yeyman deydi. Yoki kino ko'raman, bormayman deydi. Yo'q, ketdik demaydi. Bunaqa insonlarda feritin past, temir moddasi yetishmovchiligi bo'ladi. Bu bir. Ikkinchisi, o'sha hammaga mashhur shitavitka, qalqonsimon bez gormonlar, gipotireoz. Holatda inson hamma narsa sekinlashadi. Qari insonga o'xshab qoladi. Men aytaman, analizga qarab 60-70 yoshda kampir analiz bo'lib qolibsiz deyman. Rostdan o'zim ham shunaqaman, Zulqamaripa deydi. Borgim ham kelmaydi, qilgim ham kelmaydi. Semirib ketyapman, olishim kerak deydi. O'shanga bu gipotireoz holatida bo'ladi. Keyin ikkinchisi stress. Ko'p prolaktin oshirib, o'sha oldin aytganimdek prolaktin oshib, gormon radost yetishmaydi insonga hayotda. Hamma narsasi zo'r bo'lib qolsa ham inson o'lgisi kelib qoladi, qiziq qolmaydi-ku. O'shaning uchun bir kam dunyo bo'lgani ham yaxshi. Finlandiyada
shunaqa tadqiqot o'tkazishgan ekan. Eng ko'p suiqasd o'sha yerda bo'lar ekan. Chunki u yerda judayam ko'p insonlar anaqa ekanda, to'la to'kis yasharkan. Hech narsa ehtiyoji kam. Sog'lom, havosi yaxshi. Shu paytda ko'p suiqasd bo'lar ekan. Ya'ni nimadir kamligi kam ekan. Davlat yordam beradi. O'zi yaxshi ishda ishlaydi, kasalliklar kam. O'shanda inson ham nima qilishni bilmay qolar ekan. Men aytmoqchimanki, doim bir narsaga odam kam bo'lib turib, harakat qilib tursa, hayoti chiroyli o'tadi. To'g'ri. Shunisi bilan ozgina qiziqroq ham bo'ladi. Nimaga hayz oldi qizlarda va ayollarda ham qattiq og'riq bo'ladi? Hayz oldi sindromi, PMS deyiladi. Ko'p holatlarda ayollar bunda juda ham asabiy bo'lib qoladi. Imni o'zi bilmaydi, xo'jayini bilan urushishni boshlaydi. Shirinlikka bo'lgan ehtiyoji bu norma hisoblanmaydi. Asosan kayfiyati buziladi, agressivniy bo'lib qoladi. Uni to'g'rilasa bo'ladi. Конечно, to'g'rilasa bo'ladi. Chunki bu holatda imенно bizda ayollik gormoni va progesteron bor. Estrogen, progesteron. Shu gormonlarni muvozanati o'zgaradi sikl davomida. Birdan yaxshi bo'lib qolamiz, bir uni qilgimiz kelib qoladi, keyin hayzdan oldin hammasi tushib ketishni boshlaydi. O'zi shunaqa kulgili video ham bor-ku. Ovulyatsiyadan hamma narsa qilaman deysiz, keyin уже ovulyatsiyadan keyin banni xalatni kiyib olib, sochini yig'ib olib o'tiraveradi, shokolad yeb deydi-yu. Bular hammasi gormonlar o'yini hisoblanadi. Ko'pincha qisman bir xil paytda bo'lishi mumkin, normada ham. No, ko'p holatlarda patologik holatda o'tib ketadi. Ovulyatsiya bo'lmagandan. Buni asl sababi progesteron yetishmovchiligi. Progesteron bu ayollarda xotirjamlik gormoni. Ayollarda estrogen bor. Birinchi hayz kelgandan keyin follikul o'sib, yorilguncha. Yorilib bo'lgandan keyin sariq tana hosil bo'ladi. U xotirjamlik gormoni. Progesteron. Qaysi inson bizda progesteroni ko'p bo'lsa, u ayollar ko'p tug'adi. Chunki xotirjam bo'ladi. Progesteroni baland insonlarda imенно endometriya qavati bola qo'nadigan yostiqchasi keng bo'ladi. Qalin bo'ladi. Yumshoq tushadi bola. Taqqa deb tushib ketib qolmaydi. Estrogeni ko'p ayollarda nabarot progesteroni yo'q. Jenskiy gormon ishlab chiqaveradi. Estrogen ko'payib, no, jenskiy deyilmaydi, chunki estrogen bu erkaklarda ham bor. Hammani gormon. Estrogen oshursa, unaqa insonlar ambitsiyaga ega bo'lgan ayollar bo'ladi. Misol uchun ko'p hozir ishbilarmon ayollarning hammasini estrogeni ko'p. Progesteroni yo'q. Ya'ni o'zidan xotirjamlik, o'zidan qoniqish, nima bo'lishdan, nima holatda bo'lishdan qoniqish progesteron. Estrogen unim kam, bunim kam, uni qilishim kerak, buni qilishim kerak. Hammasi normada bo'lishi kerak. Mana ko'payib ketsa ham bo'lmaydi. Sochi yog' bo'lib o'tiraveradi. Bu ko'payib ketsa ham bo'lmaydi. Juda ham agressivniy bo'lib qoladi. Ya'ni bu ham ta'sir qiladi. Shuning uchun hammasi normada bo'lsa, ayol ham chiroyli, o'ziga qaragan, ham xotirjam, chiroyli bo'ladi. Shuning uchun bu holatlarda asosan ovulyatsiyani tekshirib qo'yinglar. Ya'ni follikul yorilyaptimi? Ko'pincha follikul yorilmaydi. Progesteron yetishmagandan keyin ayol shunaqa holatga o'tadi. Oldin ibtidoiy jamoa paytida bunaqa ayollarni chiqarib yoqishgan ekan, vedima deb. Chunki insonlar shunaqa yomon holatga tushib qolar ekan ayollar. Psixologik, unda psixoterapevtsiz hech kim yordam beradi. Har hayz tugagan, mana ovulyatsiya hayz o'rtasiga kelib eri bilan ajrashaman deydi. Bor shunaqa. Menstruatsiyasi kelishi bilan jinni ekanman deydi. Yana bosilib qoladi-da. Bosilib qoladi. Nima? Har hayz kelishdan oldin 3 kun oldin erim bilan ajrashaman, bo'ldi, jonimga tegib ketdi, yoqmayapti, yomon holatlari ko'rinadi. Bu tasdiqlangan fanda ham. O'shaning uchun oldin shunaqa vedima deb o'ylashganda yoqishgan ekan. Hozir endi bunaqa narsa yo'q, prosta sal yumor bo'lish uchun aytmoqman, bu narsa bor narsa. Albatta bunda yordam beradigan narsalar, albatta magniy B6, buni albatta o'zingiz vrachingiz bilan maslahatlashib, dozalarini yaxshi yordam beradi. B kompleks vitaminlar yaxshi yordam beradi. B kompleks vitamindan qo'rqish kerak emas, hech qanaqa o'sma kasalliklarga olib kelmaydi. Aytib o'tiring. Qo'rqishadi, bizda o'sib ketdi, miyoma hech ham o'smaydi. Imенно shu yetishmagandan ayol stressga tushib, keyin o'sma kasal bo'ladi.
Albatta qo'rqish kerak emas. Magniy, keyin uyqu. Uyquni vaqtida qilish kerak, yogaga borish kerak, ozgincha sport bilan shug'ullansa, bu holatlar vrach bilan birga yengil o'tadi. Zo'r, mashalloh, rahmat. Men o'zim bugun juda ko'p informatsiyalar oldim sizdan. Albatta, birinchi patsientingiz o'zim bo'lsam kerak bu suhbatdan keyin. Siz patsient bo'lmaysiz, уже davolandingiz. To'g'ri. Agar xalq orasida yana qiziqish tug'ilsa va savollar ko'paysa, kommentariyada yozib qoldirishsa, ushbu suhbatimizni yana davom ettiramiz. Xudo xohlasa. Chunki meni o'zimga qiziq. Keyingi etapdagi savollar qiziq, javoblari qiziq. Albatta savolinglar bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Zulxumor opani o'zlari ko'radilar, javoblarni beramiz inshaalloh. Xudo xohlasa. Nima tilaklaringiz, niyatlaringiz, odamlarga yetkazib kelgan so'zlaringiz bor? Aytmoqchimanki, har bitta inson, har bitta ayol o'zini sog'lig'iga o'zi mas'uliyatli bo'lishinglarni tilayman, chunki sizni o'rningizga hech kim o'rnidan turib yurmaydi, sizni o'rningizga turib dori ichmaydi, sizni o'rningizga borib yotmaydi. O'shaning uchun hammasi o'zingiz qo'lingizda. Har bitta ayol chiroyli, go'zal bo'lishiga haqli hisoblanadi. O'shaning uchun hammanglarga sog'lom hayot bo'lib, psixologik, ruhan sog'lom ayol bo'lishni tilab qolaman. Ayollik haqida o'zim ham aytmoqchi edim. Doimo go'zal, doimo jozibali, maftunkor va o'zingiz ayolligingizni asragan holatda o'zingiz ehtiyot qiling. Keyingi safar podkastda ko'rishguncha. Bo'ldi. Oson bo'ladi. Bo'ldi. Meni gaplarimga